Mana bu umumiy ko'rinishi o'rnatilgan narsalarda. Bu oldindan turibdi zaryadniy stansiyani shiti. 3 ta inverter 50 kilovatdan, 3 ta inverter 50 kilovattan. Zaryadniy stansiyaga 5 dona mis kabel kelyapti transformatordan. 150 lik VVGNG. Biz bundan 3 ta faza, bitta nolni olyapmizda. Mana bu shitga beryapmiz. Bu shitda 3, 4, 5 inverterlarga bitani beramiz mana. 3, 4, 5 inverterlarni tokini mana shu yerdan ketamiz. Kichkina avtomatcha Wi-Fi router uchun. Rozetkasi bu shitda turibdi. 25 ta gruppa bor DC. Xullas 13 dan boshlab 25 gacha bunda turibdi. Birdan boshlab 12 gacha bunda turibdi. Wi-Fi uchun rozetka ham shu yerda. Mana bu oshxonadagi shitdan ikkita gruppadan olinyapti-da, ikkita bu yoqqa 4.95 kabelda kelyapti. Ikkovi alohida gruppalar. Oshxonaga bittasi tepadan keladi, bittasi yana bitta boshqa shitdan keladi. Buni ikkita 4.95 kabel mana bu yerdan pastga tushadi, latokdan yoqqacha boradi. Keyin yerni tagidan transheya, truba bilan ketadi, yoqqa boradi-da. Bu yerdan ichkariga kirib yuqoriga ko'tarilib va qora bizniki emas. Cherdakdan oxirigacha borib, ichkarida sext ichidan yurib, oshxonaning orqasidan kirib kelib, koridordan kirib, ichkarida yana koridorcha, keyin xonachaga kirganda shit bor. O'sha zdaniyaning o'rtasida joylashgan shit. O'sha shitga ulanadi. Ikkita liniya 4.95 AVVG. Keyin sho'tchiklari. Mana bu bitta turgan sho'tchik. Mana bu 3 ta inverterga qo'yilgan. Toka transformatori 5.300. Sho'tchigi mana bu. Bu yerda ikkita sho'tchik bor. Bu mana bu ikkita inverterda chiqargan tokini hisoblab turish uchun.